assalomu alaykum. Hurriyatxon opam mumkinmi? Alo. Assalomu alaykum. Hurriyatxon opa o'zingiz bo'lasizmi? Ha, rahmat. Bezovta qilmadim opajon. Sog' salomatmisiz? Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah. Omon bo'ling ilohim. Bugungi kuningiz xayr va barokatga va solih amallarga ilm ma'lumot yotgan bo'lsin. Shodiyonalik, shukronalik ayyomlaringiz, tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Hamisha har dam yaqinlar baxtiga salomat bo'lib, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yurishingizni, quvonchli va baxtiyor kunlaringiz juda ko'p va davomli bo'lishini tilab qolamiz. Inshaalloh kirib kelgan yangi yoshingiz o'zingiz istagandan-da go'zal va barakali bo'lib kirib kelsin. Ilohim aytganing. Avvalo sizga o'zim tanishtirayotgan bo'lsam, ayni fursatlarda sizning qimmatli vaqtingizni olayotgan loyiha bu Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi dil izhorlarim loyihasi va ushbu loyihaning boshlovchisi bilan muloqotdasiz. Bugun go'zal bo'lgan shukrona kunlaringiz munosabati bilan suyuklilaringiz, yaqinlaringiz murojaat qilishib va o'z dil izhorlarini siz uchun qoldirishgan. Nima deb o'ylaysiz opajon? Sizningcha kim bo'lishi mumkin? Bizga murojaat qilgan inson bir taxmin qilib ko'ra olasizmi? Jonim. Ismlari bilan ayta olasizmi? Himoyatxon. Albatta, mashalloh opajon, sizning ko'nglingiz adashmaydi. Bizga murojaat qilgan bu chiroyli dil nomalariga sizning yaqindan-da yaqin bo'lgan insoningiz, singiljoningiz Himoyatxon va ularga qo'shilgan holda turmush o'rtog'ingiz Sharobiddin aka, qaynonangiz Sanobarxon opa, farzandlaringiz Mahfilaxon, Dostonbek, Shahbozbek, Parizoda, nabirangiz Xusanaljon, ota-onangiz Ibrohimjon, Ruzvonayxon, ukangiz Rahmonali, Shuhratjon, kelinlaringiz Yulduzxon, Xolidaxonlar, kuyovingiz Sharifjon va jamiki jiyanlaringiz, qarindoshlaringiz bo'ladi. Sizga o'z samimiy tilaklarini bildirib qolishadi. Rahmat, yashasing, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, mana endi birozgina qimmatli vaqtingizni olaman va ularning dil izhori, dil maktublarini o'qib eshitiraman, maylimi? Mayli, bemalol. Assalomu alaykum, jonimning bir parchasi, qadrligim, mehribonim, onamning xuddi o'zi bo'lgan opajonim, jannat yuzligim, qalbimning eng nozik burchagidan joy olgan suyukligim. Bugun sizning ayyomingiz siz uchun ham, biz uchun ham eng qadrli kunlardan biri, chunki Allohimning marhamati ila bu dunyoga siz kirib keldingiz. Bizning hayotimizga nur, qalbimizga quvonch olib kirdingiz. Opajonim, siz mening uchun faqat opa emassiz, balki ko'nglimni sirlarini biluvchi, dardlarimni yengillashtiruvchi, hayotimni chiroyli qiluvchi eng qimmatli ne'matlardansiz. Har bir jilmayishingiz mening qalbimni bahorga to'ldiradi. Har bir duoyingiz meni yo'llarimni yoritadi opajonim. Bilasiz, sizga doim ko'p gaplarni aytmoqchi bo'laman, lekin shu paytga kelganda so'zlarim o'z jilovini yo'qotadi. Inson shunaqa eng yaqinlarga eng yaxshi so'zlarni qalbidan tashqariga chiqara olmaydi. Lekin chiqarishga harakat qilyapman. Opajonim, sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsiz, yaxshiyamki men sizning singlingiz bo'lib dunyoga kelganman. Opajonim, men siz uchun doim duodaman. Ilohim, Allohim kirib kelgan yoshingizni fayzli va barokatli qilsin. Jamiki qilgan orzularingizni, niyatlaringizni amalga oshirsin. Qalbingizdagi ezgu niyatlaringizni barchasi ijobat bo'lsin. Sizning baxtingiz bizning baxtimiz, sizning quvonchingiz bizning quvonchimiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman opajonim. Ilohim, bir kun kelib yonma-yon Ka'batullohni tavof qilaylik. Madina ko'chalarida sayr qilaylik. Allohim sizni har yomonlikdan asrasin. Qalbingizni doim quvonch va baxt bilan to'ldirsin. Ayyomingiz muborak bo'lsin mehribon opajonim deya bir she'riy maktub yo'llabdilar. Tirgaktirsiz yurgan yo'limda, har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom o'laman, menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa. Bir dona sizga yo'q timsol, menga juda keraksiz opa. Siz deb kechkum butun dunyodan, siz baxtimdan daraksiz opa. Sizni yaxshi ko'raman chindan, menga juda keraksiz opa deb tabriklariga yakun yasabdilar. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, mehr va muhabbatga to'la bo'lgan insoningiz, singiljoningiz. Albatta biz ham sizga butun guruhimiz nomidan, loyiha ijodkorlari nomidan uzoq va barokatli umr tilaymiz. Ilohim, Allohim umringizni uzoq, rizqingizni ulug' qilsin. Ayni fursatlarda suhbatimiz esdalik uchun yozib borilmoqda. Bu suhbatimizni yaqiningiz ham tinglashadi. Albatta ular uchun ham o'zingizni aytmoqchi bo'lgan so'zlaringiz, tashakkurlaringiz bo'lsa bemalol yo'llab qolishingiz mumkin. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsin, yaqinlarimiz
Ilohim aytganingiz kelsin. Ayta olasizmi opajon? Bu kutilmagan qo'ng'irog'imiz orqali sizni qay darajada xursand qildik? Xursand bo'ldim. Ilohim sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Hamisha sizlar ham shunaqa qo'yganingizlarni birga hamma bilan inshaalloh davom etinglar. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Singiljonim ham xo'jayinim bilan qo'sha qarisin. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat, minnatdormiz. Boshimiz osmonga yetdi. Mana shunday jigarlar, yaqinlar, do'stlaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'lib yuring. Yaxshi insonlarning duosi ijobat bo'ladi deyshadi. Qalbingizda neki yaxshi niyatlar, orzular, maqsadlar bo'lsa, Allohim kutganingizdan-da ziyoda qilib yetishsin. Ilohim hamisha Alloh uchun suyukli, bandalar uchun esa eng qadrli insonlardan bo'lib yuring. Allohga omonatsiz opajon, bugungi kunlaringizni eng chiroyli kayfiyatlarda nishonlang. Siz bilan yana shunday chiroyli kunlarda g'oyibona ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'ling hamisha. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Singlimga ham rahmat. Farzandlar orzu havasini ko'r. Rahmat. Sog' bo'ling. Navbatdagi tarona Hurriyatxon opajonimiz uchun maxsus. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.